Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Assalomu alaykum do'stlar. Bugun siz bilan ikkinchi darsimiz zamirlar, ya'ni olmoshlar mavzusini birgalikda ko'rib chiqamiz. Turk tilida birinchi o'rinda boshlaydiganimiz bu kishi zamirlari, ya'ni kishilik olmoshlari. Tekil bu birlik degani, cho'g'li esa ko'plik. Ben, sen, o. Men, sen, u. Çoğul o'tamiz, ya'ni ko'plikka biz, siz, onlar. Biz, siz, ular. Tushunarli? Hop, davom etamiz. Keling, shu yerda bir mashqimiz bor. Bu kishilik olmoshlarini mustahkamlab olish uchun mana shu mashqni birgalikda bajaramiz. Ben, biz, onlar, siz, o, sen. Mana shu so'zlarimizni, ya'ni kishilik olmoshlarini quyidagi bo'shliqlarga qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Burada yeniyim. Bu yerda yangiman. Demak, qaysi olmosh keladi bu yerga? Ha, do'stlar, to'g'ri topdingiz. Ben bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ya'ni men bu yerda yangiman. Öğrenciler, o'quvchilar. Kimlar öğrenciler? Onlar. Evet, aynen öyle. Yani ular o'quvchilar. Onları tanımıyoruz. Ularni tanımaymiz. Kim tanımaydı? Biz tanımayız. Evet arkadaşlar, biz onları tanımıyoruz. Biz ularni tanımayız. Doktor musunuz? Şifakar mısınız? Kim? Siz. Demek siz doktor musunuz olması gerekiyor. Siz şifakar mısınız? Sebze tüketmiyormuş. Sabzavotlarni iste'mol qilmas ekan. Kim? U iste'mol qilmas ekan. Demek o olması lazım. Hasta mısın? Kasal mısın? Kim? Sen. Sen hasta mısın? Sen kasal mısın? Bu mashqimizni qilingandagi holati, quyida esa yonida ham ustiga chizilgan holatda javoblari berilgan. Bu mashqlarni albatta qiling. Olmoshlarni mustahkamlanishi uchun ko'mak beradi. Davom etamiz. Kishi zamirlari kelishiklar bilan tuslanganda. Benim, senin, onun. Mening, sening, uning. Bizim, sizin, onların. Bizning, sizning, ularning. Güzel. Beni, seni, onu. Meni, seni, onu. Bizi, sizi, onları. Bizni, sizni, ularni. Bana, sana, ona. Menga, senga, unga. Bize, size, onlara. Bizga, sizga, ularga. Bende, sende, onda. Mende, sende, unda. Bizde, sizde, onlarda. Bizde, sizde, ularda. Benden, senden, ondan. Menden, senden, undan. Bizden, sizden, onlardan. Bizden, sizden, ulardan. U kishi zamirlarini kirishiklar bilan tuslanishi edi. Albatta bularni yodlab olishingizni tavsiya qilaman, chunki keyingi mavzularda juda ham sizga as qotadi. Endi so'rov zamirlariga yetib keldik, so'roqlarga. Bizda ikkita so'roq mavjud, kim va ne so'rog'i. Kim bu faqatgina insonlarga nisbatan ishlatiladi do'stlar. Faqat va faqat insonlar uchun siz kim so'rog'ini berasiz. Kimda, kimda, kimdan, kimdan, kime, kimga, kimi, kimni, kimin, kimning so'roqlari hosil qilinadi. Ne, bu nima degani? Nereda desak, qayerda degan bo'lamiz. Nedan, nereda, nimadan, qayerdan. Neye, nereye, nimaga, qayerga. Neyi, nereye, nimani, qayerni. Neyin, nerenin, nimaning, qayerning so'roqlarini hosil qilamiz. Bu so'roqlarni albatta ajratib yodlab oling. Va ishorat zamirlari, ko'rsatish olmoshlari turk tilida. Turk tilida 3 ta ko'rsatish olmoshi bor. Bu olmoshlar masofasiga ko'ra
ishlatiladi. E'tibor bersangiz, mana bu yerda strelkalar ham chizilgan. Qisqa strelka bu degani sizga yaqin bo'lgan masofada bo'lsa, siz bu ko'rsatish olmoshini, agar sizdan biroz uzoqroq bo'ladigan bo'lsa, shu ko'rsatish olmoshini, agar sizdan juda ham uzoq bir masofada bo'lsa, ko'rsatilayotgan narsa, o ko'rsatish olmoshini ishlatishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu, shu, o. Bu, shu, o. O'zbek tilida ham bu, shu va uga to'g'ri keladi. Bu ne? Bu sheftoli. Sheftoli nerede? Sheftoli burada. Burada degani do'stlar, bu yerda degani. Burada, bu yerda. Joy nomlariga nisbatan, joyga nisbatan ko'rsatish olmoshi. Buni albatta yozib qo'ying. Shu ne? Shu chanta. Çanta nerede? Sumka qayerda? Çanta şurada. Sumka şu yerde. O ne? O nima? O kedi. O mushuk. Kedi nerede? Mushuk qayerda? Kedi burada. Mushuk u yerda. Judayam yaxshi. Ana endi davom etamiz. Joyga nisbatan ko'rsatish olmoshlarimiz. Burası, şurası, orası dedik. Burası, bu yer o'zbek tilida yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yer, bu yer. Şurası, şu yer. Orası esa u yer degani do'stlar. Masofasiga ko'ra buni ishlatamiz. Esingizda bo'lsin. Burası neresi? Bu yer qayer? Burası market. Bu yer market. Şurası neresi? Şu yer qayer? Şurası okul. Şu yer maktab. Orası neresi? U yer qayer? Orası park. U yer park degani bo'ladi. Juda ham yaxshi va bu ko'rsatish olmoshlari edi. Shuning bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi azizlar. Sonraki derslarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle.